Sizlar kutgan raspakovka chek. Hamma ayol va qizlar shunaqa videolarimni yaxshi ko'radi. Sababi qiziq narsalarni raspakovka qilaman. Ha aytgancha, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan ham qiziq videolarni profilimda topasiz. Keling, endi birgalikda Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovka qilamiz. Bu birinchi qism. Birinchi bo'lib menga shunaqa pijamachka kelibdi. Bularni ko'pini men sepimga zakaz qilganman. Yo'q, hali to'yim bo'lmayapti. Shunchaki sep yig'ishga qiziqib qolganman. Ikkinchisi mana shunaqa qishlik pijama. Buni kuzda kiyaman deb olib qo'yganman. Hozirgi havoda buni kiyib ko'rishni darz tasavvur qilish ham qiyin. Uchinchisi ham mana shunaqa serdechkali pijama. Uni ochib o'tirmadim. Bu mana shunaqa pastel, pasta rasmini ham sizlarga qoldirdim. Sababi sizlarga hozir divanga qo'yib ko'rsatay desam, juda ham cho'zilib ketadi video. Shuning uchun ham pasta rasm sifatida qoldirdim. Pastellarning sifati ham juda ham zo'r kelgan. Endilikdagi narsamiz yana pijama. Bu safar juda ham ko'p pijama zakaz qilganman. Shu narsaga tayyor turinglar. Bu shunaqa troykali pijama, shortiga, shalvari va o'zini tepa qismi bor. Voy, ishoninglar, sizlarga bu videoni olgunimcha shunaqa isib ketdim. Keyingi narsamni qiziqib raspakovka qilayotgandim. Birdan nimaligi esimga tushdi. Ichki kiyimlar uchun organizer. Juda ham udobli va juda ham arzon narxga oldim Xitoydan. Keyingi narsamiz bu shkafga kiyimlarni ustiga ilib qo'ysanglar, приятный hid chiqarib turadigan narsa. Juda ham zo'r narsa bu. O'zimizda qimmatroq ko'rgandim. Xitoydan arzimagan pulga oldim. Keyingi narsamiz ayol va qizlar tushunadigan narsa. Ichki kiyim sir bo'lib qola qolsin. Raspakovka qilsam uyat bo'ladi. Bo'ldi, davom etamiz. Keyingi narsamiz albatta pastel. Mana bu yerda rasmini qoldirdim va pastni ham sizlarga qoldirdim. Jivoyda ham juda ham zo'r kelgan. Ha aytgancha, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Sizlar ham shunaqa tovarlarni zakaz qilish o'rganmoqchi bo'lsanglar, menga obuna bo'lib, kursimga yozilsanglar bo'ladi. 10 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishlarini o'rgataman. Kargolarim qo'limga 10 kunda yetib keldi. Zo'ra? Ikkinchi qismni profilimda ko'rsanglar bo'ladi.